Farg'ona shahar Hammabobni ko'pchilik biladi. Shuni orqasida Jambil ko'cha bor. Oxirida Farg'ona shaharlar biladi. Jambil ko'chadan ham kelsa bo'ladi, Hammabobni orqasidan ham kelsa bo'laveradi. Bu tomon Qanjirg'ani bilasizlar, mahalla komiteti bor. Ya'ni Sharsharani mahalla komiteti. Shundan ham kirib kelsa, 300 metrdan keyin mana shu uyimiz mana ko'ryapsiz. Mana shu betonni yarmigacha boryapti. Bag'i mana eshigi ko'ryapsiz. Eshikdan kirganda besutiy joy sotilyapti, srochna. Bitta mana gaz turbasini ko'ryapsizmi? Gaz, svet, suv, kanalizatsiya, hamma sharoit bor, lokatsiya zo'r. Qarang, paytga 30-maktab yaqin bolalar uchun, bu tomonda 32-maktab yaqin. Ya'ni piyoda borib kelsa ham bo'laveradi. Tushunib olyapsiz, hozir ichkarisiga olib kirib ko'rsam, video shoshilmay ko'ring. Bizcha kirib oldik, uyimiz bilasizlar, qarang. Batdan bunday chiqilsa, orqa tomonga yoki to'g'ri yemxonaga chiqiladi, Hammabobga chiqiladi. Bu tomon Sensovetga chiqiladi, bilasizlar, Qanjirg'adagi. To'rt burchak joy bo'lyapti, 5 sutik. Mana shu turbadan bag'i bunday borib turib, orqasi qolyapti. Bu tomon mana kelingda. Mana shu duvolam mana. Uzunligi uzun qoladi. Mana bu yerda eshigi bor. Mana bu ham bo'lyapti mana. Polnisi 5 sotik joy, sotigiga $6000 Yormazorda yemxonadan ham Hammabobdan kirib kelsa bo'ladi. Kuzuvchilar uyini ko'rsatdim yo'lda bo'yda. Hamma bilganlaringizga va mahalla komitetdan kirish. Gaz, svet, suv, kanalizatsiya hamma sharoit bor. Ekranda telefon nomeri turibdi. Sotigiga $6000 dan kelishadigan xonasi bor.